Judayam noqulay joy. Shitimni joni kamaydi va oldimda ikkita odam turibdi. Ikkitasini o'ldirganimdan keyin oldimda o'sha tosh orqasida o'yinchi qoldi. Pozitsiyam juda ham ochiq bo'lgani uchun hamma joyga smoklarni otdim. Va shu joyda uni oldiga yaqinlashganimda zona u taraf edi va men ochiq joyda uni push qilishim kerak edi. Shu joyda nima qilishni bilmadim, lekin miyamga bitta taktika keldi. Obnovleniyada shit qo'shildi va o'sha shitni любой joyga qo'ysangiz bo'ladi. O'shaning uchun meni miyamga kelgan narsa uni oldiga yaqinlashib shitni qo'yib va uni tarafiga granata otish. Lekin shitni minusi bor, uni joni va vaqti bor. O'shaning uchun men xato qilmasdan taktikamni ishlatishim kerak. Ozgincha xato qildim, lekin shitni qo'ydim. Endi uni tarafiga granata otishim kerak. Hayya ochdim, lekin bitta minus bor. Shitni joni kamayapti. Va shu joyda men aytgandek, shitni joni kamaydi va ana Telegram va Instagram kanalimga obuna bo'linglar, chunki ikkalasidan bittasiga 200 tashlab beraman.